Aka, sizlar mana 2022-yildan beri ko'chmas mulk bozoridasizlar. O'sha yilgi kirgan mahallalar, boshlagan mahallalardagi bozor bilan hozirgi bozorni farqi nimada deb o'ylaysiz? O'zgarishlar qanaqa? 2022-yildagi xaridorlar olib-parcha olgan. Ya'ni u vaqtda Rossiya Ukraina konflikt boshlangan, urush boshlangan. O'shaning uchun yoppasiga kelib kimni bo'lsa ko'ziga ko'ringanini sotib olgan. Pulini olib chiqish uchun. Lekin hozirgi holatda odamlar o'sha sekin chirtib o'sha vaziyatni ko'rganlar bor, o'sha vaziyatda o'rganganlar bor. Endi hozirgi holatda odamlar sekin shoshmasdan tanlab, kerak bo'lsa bitta emas, bir o'nlab realtorlar bilan gaplashib, keyin olyapti. Asosiy farq men shuni deb bilaman. Narx-navoga kelsak ham, hozirgi vaqtda o'sha 2022-yildagi narxda oladigan vaqtda deb bilaman. Endi hozirgi atrofdagi bo'layotgan vaziyatlardan kelib chiqib, o'sha 2022-yilda olyapman-da, o'sha narx arzon ekan-da, hozir qimmat bo'lib ketib qoldi-da. Men 2025da oxirida gapirgan mijozlar, hozir mana 2020 hozir kiradigan vaqt olish kerak deb bilaman. Sababi o'sha 2022-yildagi holatlarda hozir narxlar ancha yaxshi bo'lib qoldi Dubayda. Hozir oladigan vaqti. Chunki 1 yil, 1,5 yilda yana narx o'zini o'rniga qaytib keladi. Dubay o'zini tiklab oladi.